U tug'ilganidan beri aqliy nogiron. Hayrat ichida uni kim boqadi, deb so'radim. Bir doktor ayol shunday hikoya qiladi. Xonamga tashxis uchun 60 yoshlardagi kampir bilan 30 yoshlardagi erkak kirib kelishdi. Erkakning kampirga bo'lgan o'ta iliq munosabati diqqatimni chekdi. Chunki u kampirning qo'lini ushlar va ustidagi yopinchiqni tuzatib qo'yardi. Qo'li bilan ovqat va suv berardi. Kampirning sog'ligi haqida so'rab, tahlillarni olib kelishini aytganimdan keyin erkakdan kampirning aqliy holati haqida so'radim. Chunki kampirning harakatlari mutanosib emas, bergan javoblari esa g'alatiroq edi. Erkak shunday javob berdi: "U tug'ilganidan beri aqliy nogiron." Hayrat ichida uni kim boqadi, deb so'radim. U "Men" deb javob berdi. Men esa "Shundaymi? Uning kiyimlari va tanasini kim orasida tutadi?" dedim. Uni hammomga men olib kirib, kiyimlarini javonga qo'yaman va yuvinib bo'lgunicha kutib turaman. Kir bo'lgan kiyimlarini kir yuvish mashinasiga solaman va ehtiyoji bo'lgan kiyimlarini xarid qilaman, deb javob berdi erkak. Nega unga qaraydigan xizmatkor ayolni ishga olmaysiz, deb so'radim. Chunki bechora onam bolalarga o'xshab shikoyat qila olmaydi. Shuning uchun xizmatkorning onamga ozor berib, ko'nglini og'ritishini qo'rqaman. Siz uylanmaganmisiz? Ha, alhamdulillah. Farzandlarim ham bor. Unday bo'lsa onangizga rafiqangiz qarar ekanda. U ham qo'lidan kelganicha g'amxo'rlik qiladi. Ovqatlarini pishirib bediradi. Onamga yordam berishi uchun xotinimga xizmatkor ayol tayinlaganman. Biroq men o'zim onam bilan birga ovqatlanishni yaxshi ko'raman. Sababi uning qand kasali bor. Uning so'zlarini eshitar ekanman, hayratlanar va ko'zimning yoshlarini arang tutib turar edim. O'sha onda kampirning qo'lidagi tirnoqlarining olinganini o'g'rincha nigoh tashlab bilib oldim va "Uning tirnoqlarini kim oladi?" dedim. "Doktor xonim, uning tirnoqlarini men olaman. Bechora o'zining tirnoqlarini ololmaydi", deb javob berdi o'g'il. Kampir o'g'liga qarab, "Menga qachon kartoshka sotib olasan?" deb qoldi. "Hozir onajon, o'zingizni do'konga olib boraman", dedi o'g'il. Ona shunday quvondiki, bolalardek "Hozir boramiz", deb yubordi. O'g'il menga qarab, "Onamning bunday quvonishini kichik farzandlarimning quvonchidan afzal ko'raman", dedi. Men holatdan ta'sirlanganimni va ko'zlarimga quyilib kelayotgan yoshlarni sezdirmaslik uchun uning bemorning tibbiy varaqasini varaqlay boshladim. So'ngra uning "Sizdan boshqa biron yaqin yo'qmi?" deb so'radim. Men uning yagona farzandiman. Boisi otam uylanganida 1 oy o'tib onam bilan ajrashgan ekan, deb javob berdi. "Unday bo'lsa sizni otangiz tarbiyalagan bo'lsa kerak." "Yo'q, menga va onamga buvim g'amxo'rlik qilganlar va men 10 yosh kirganimda buvim vafot etganlar. Alloh u kishini rahmat qilsin. Siz betob bo'lsangiz, onangiz qaraganmi? Uning sizga biron marta e'tibor berganini bilasizmi? Boshqacha aytsak, quvonch va qayg'ungizga o'rtoq bo'lganmi?" "Yo'q, doktor xonim. O'sha 10 yoshimdan buyon bilamanki, onam shunday nogiron. O'sha yoshdan buyon uning qo'li oyog'iman. Boshiga biron narsa kelmasin deb qo'rqaman. Dorilavha retseptni yozib, dorilardan qanday foydalanish kerakligini o'qitirdim." O'g'il onasining qo'lidan ushladi va "Ana endi do'konga boramiz", dedi. Kampir "Makkaga bormaymizmi?" dedi. Hayratlandim va "Uni Makkaga qanday olib borasiz?" dedim. "Samolyotda", dedi o'g'il. "Uni Makkaga olib borasizmi?" "Ha. Onangiz umra qilmasa ham bo'ladi-ku. Nega uni umraga olib borib o'zingizni qiynaysiz? Balki umraga olib borsam onam sevinar. Bu esa barcha olamlar Robbi bo'lgan Allohning dargohida u siz qilgan umramdan ko'ra savobliroq." Ular huzurimdan chiqishdi. Eshikni yopdim va hamshiraga oldimga birovni qo'ymaslikni tayinladim. Ichimdan kelgan yig'i portladi. O'zimga o'zim shunday deb pichirladim: "Bu kampir o'g'liga homilador bo'lib, tug'ishdan boshqa onalik xizmatini qilmabdi. Na tarbiya beribdi va na kechalari bedor bo'libdi. Qayg'u, iztiroblari va yig'ilariga o'rtoq bo'lmabdi. Uning hayoti xotiriga tushib, uyqudan ko'zlarini ochmabdi. Lekin o'g'ildagi mehr va g'amxo'rlikni qara. Xolisanilloh, aytchi, aqli hushi joyida bo'lgan onalarimizga mana shu o'g'ilning aqli nogiron onasiga qilgan muomalani qilyapmizmi? Ibrat
Bir odam ziyoratda onasini ko'tarib yurib tavof qildirayotgan ekan. U payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan onamning haqqini ado qildimmi deb so'rabdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yo'q, bir oq tortishining haqqini ham ado qilganing yo'q degan ekanlar. Ota-ona xuddi ikki ko'z kabidir, biri o'ng, ikkinchisi chap. Agar ularning biridan judo bo'lsang, ko'rishing xiralashadi. Ikkinchisi ham yo'qotsang, ko'r bo'lib qolasan. Ularning ikki ko'zingizni saqlaganingdek avayla. Farzand ota-onaning huzurida o'zini qanchalik xokisor tutsa, shunchalik yaxshi. U o'z rahmatini xokisorlik ila ota-onasiga paslatib, poyandoz qilsa ham oz. Shu bilan birga doim ularga Alloh taolodan rahm, shafqat tilab duo qilib turishi lozim.